Mahmud Murodov vazn me'yorini muvaffaqiyatli bajarib, raqibi bilan yuzma-yuz keldi. Octagon MMA turniri ertaga 8-mart soat 22:00 da boshlanadi. Azizbek Temirov to'liq davom etgan jangda hakamlar qaroriga ko'ra raqibiga imkoniyatni boy berib qo'ydi. Jangdan keyin jangchimas ijtimoiy tarmoqlarda muxlislariga murojaat qildi. Shuningdek, uning akasi Ramazon Temirov ham ushbu jang haqida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Video davomida barcha yangiliklar haqida batafsil bilib olamiz. Videoga like bosing, biz boshladik. O'z omadingizni sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, omad silkasi video ostidagi kommentariyada bo'ladi. Agarda ro'yxatdan o'tayotib, tahlil MMA promo kodini tersangiz, birinchi to'ldirgan pulingiz uchun homiylarimiz tomonidan naqd 2.600.000 so'm bonus pulini taqdim etishadi. Hammaga omad, biz esa davom etamiz. Azizbek Temirov ishtirokidagi jang hamyurtimizning muvaffaqiyatsizligi bilan yakunlandi. Afsuski, to'liq 3 raund davom etgan jang yakunida hakamlar braziliyalik sportchining qo'lini ko'tarishdi. Raqib hakamlarning yakdil qarori bilan ochkolar hisobiga ko'ra g'alabaga erishdi. Uning g'alabali seriyasi 7 ta jangga yetdi. Ma'lumot uchun Azizbek Temirov bugun faoliyatdagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Hisobidagi g'alabalari soni 5 taligicha qoldi. Jangdan keyin Azizbek ijtimoiy tarmoqlarda: Assalomu alaykum hammaga. Hammaga kattakon rahmat. Qo'llab-quvvatlab xavotir olib SMS yozgan hammaga kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qo'ldan kelgancha harakat qildim. Alhamdulillah. Inshaalloh. Hali yana yutadigan kunlar ham Xudo xolis oldinda inshaalloh. Rahmat hammaga. Joningizga sog' bo'lsin inshaalloh. Azizbek Instagram sahifasida: To'g'ri, u darajadagi zo'r sportchi emasdirman, lekin hayotda oilam va o'zim uchun yaxshi yashash uchun harakat qilayotgan insonligimni bilaman. Bu hayotga qanday kelgan bo'lsam, shunday o'tib ketish niyatim yo'q. To'g'ri, qancha umrim bor Allohga yon, lekin eng oxirgi holimgacha umid bilan harakat qilib yashayman. O'ylaymanki, tez orada kuchliroq bo'lib qaytaman. Kimlardir xohlaganini gapirar, kimlardir har qanday holatda ham bir xil qabul qilar. Lekin o'sha insonlar qalbidagi niyatiga qarab, meni emas, Allohning oldida qanaqa insonligini o'zi bilib turibdi, dedi Azizbek Temirov. Hozir ukasini mag'lubiyati o'zini g'alabasiga ham darslik qilmayapti. Tatimayapti g'alabasi. Alhamdulillah, chiroyli bo'y, dastoyni bo'y qildi. 3 raund qaytishgan. Maqsad yutish edi, Alloh shuni xohlabdi. Hammaga rahmat. Ramazon Temirov Instagram sahifasida: